مسلمانم پاسدار این دینم یاور ضعیفانم عاشق qalbingizni tuting. Ikki eg'iz dardim bor. Bugun mohiyatga qaytish fursati keldi. Millat o'zini tunishga intiladi ekan, albatta Allohni tunishga majbur. هر جوان این سنگر عزم کفر شکن دارد از مصافشان دشمن لرزه در بدن دارد. Men bugun o'z hikoyamni nihoyatda ilgaridan boshlab so'zlab beraman. Bu hikoyada Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati yiqilgandan keyin Xitoy bosqinchilarining vatanimizga bostirib kelib Uyg'ur musulmonlarga qilgan zulmlari, shu uchirgan zulmdan qochib hijrat qilish uchun Qirg'iziston, Tojikiston, Eron qatorliq davlatlarni piyoda minib Turkiyaga yetib kelish hikoyasi. Turkiyada islomiy bilimlarni olgandan keyin Sharqiy Turkistonga qaytish, u yerga borgandan keyin Xitoy bosqinchilarining qiyin qistoqlarga uchrash qatorliq kommunizm abdubasharasi to'liq namoyon qilinadi. صبر کن صلح شورا عاقبت زما گردد. Tikanlik chambar. Ikkinchi qism. Yaqin orada biror yezi ko'rinmaydi. Akam bilan men chumililarni tomosha qildik. Mening chumililarning suvda qandoq uzishini ko'rgim keldi. Shuning bilan daraxtning yuparmoqini elib, chumililarning yo'lini to'sdim. Bir necha chumili yuparmoqqa chiqdi. Ondan yuparmoqni sovuq qo'yib berdim. Yuparmoq mening nazarimda chumililar uchun kema edi. Bu kemining eriqda o'zishini tomosha qilib, suvning eqishini bo'ylab yugurdim. Orqamdan onamning ovozi anglandi. "Abdulloh, yiroq ketma bolam", dedi. Bu vaqtda kema suvning o'tirisiga ketib qolgan edi. Men chumililarni o'z holiga qo'yib, onam tarafga qarab yugurib berib, "Ana, non yeyman", dedim. Onam bog'chimizdan arpa bug'doyda yoqqan nonni elib berdi. Men eriqning yeniga keldim. Nonning yerimini akamga berib, o'zimning ninini suvga cho'kirib, qattiq nonni yumshatib yeyishga boshladim. Yiroqda ko'ringan chedir uydan bir mo'may chiqdi. Orqasida bizga qarab qo'ygan yeriqa ayolmi bor ekan. Mo'may yeriqa ayoldan bir narsalarni so'radi. U ayol bizni ko'rsatib javob berdi. Mo'may biz tarafga qarab keldi. Anam u mo'mayga salom qildi. "Assalomu alaykum ana", dedi. Mo'may o'z qizini ko'rgandek onamni quchoqlab, "Va alaykum assalom qizim", dedi. "Musofirmisizlar?" "Ha, musofirimiz ana. Biz Uyg'urmiz. O'g'lingiz ulag'iz deb ketdi. Yukimiz og'ir, yo'limiz uzun." "Voy, qizim", deb turkman ana astoydil echindi. Men turkmanlar yurtida ekanligimizni bilganim uchun Mo'mayni xiyolimda turkman ana deb atadim. "Musofirlikda Alloh qo'ydisin qizim. Biz turkmanlar cho'lma-cho'l yurimiz. Ömrimiz sahroda o'tadi. Bizga bular hech bir og'ir tuyulmaydi. Lekin vatanidan chiqqan odamga qiyin. Man qizim, bizdan chedirg'i bormiz", dedi. Anam ikkilanib, "Ana, yuklarimiz bor. O'g'lingiz kelib qolsa, yuklaring o'rnida medirlamaydi. O'g'lim kelsa, mana bu navalarim xabar qiladi. Ma", deb takrorladi turkman ana. Biz onunla ergishib chedirga kirdik. Chedir ichi keng va salqin ekan. Yerda gullik yumshoq gilam silingan. Ko'rpa o'rnida terilar bo'lib, turkman onaning taklifi bilan yumshoq teri ustida o'ltirdik. Turkman ona duo qildi. "Allohim, siz musofirlarga yordam bersin. Cho'llarimiz mo'l o'tloq, qo'ylarimiz sutlik, semiz va go'shtli bo'lsin. Amin." O'tirisiga silingan dasturxonda yumaloq non, qoq va har xil mevalar bor ekan. Mo'may gap qildi. "Qizim, Uyg'urlar yeyadimiz tamoq yemamdi. Turkmanlar uyga kelgan mehmonni dasturxonga boshlaydi-da, yeyademaydi. Shunga xohlagancha o'zing elib ye. Bizda ayib bo'lmaydi. Agar yemasang buni biz ayib olamiz", dedi. Anam nonni parchaladi. Ondan qapoqdan sapal qochig'i qetib qo'yib akamga menga berdi va o'zimi yeb ichdi. Turkman anam biz bilan birga choy ichdi. Tamoq vaqtida hech kim gap qilmadi. Tamoqdan keyin anam bilan turkman ana qarong'i tushdi. Biz bolalar teshiga chiqdik. Boshqa bolalar bilan tezda tanishib, chiqishib o'yinga berilib ketdik.
kechga yaqin dadam qaytib keldi. U otda emas, o'zi yurar uloqda keldi. Yük taqlarimizni shu o'zi yurar uloqqa ortdik. Türkmen ananing o'g'illari bizga yordamlashdi. Türkmen ana bizga bir narsalarni berdi. Anamni quchoqlab so'ydi, bizni ham quchoqlab so'ydi. Ondan yo'llaringlar uzun ekan, oson bo'lsin, mushkulotinglar yo'q bo'lsin deb duo qildi. O'zi yurar uloqning orqa tarafi yo'gilgan ekan. U yerda yük taqlarimizni qo'yib, bizmi shu yerda o'ltirgan joy rastladik. Keyin o'zi yurar uloq bir silkinib yurib ketdi. Men dadamning yeniga qisildim. Akam anamning yanida o'ltirdi. Biz shu mang'ancha biror shahar yoki yezada to'xtamadik. O'zi yurar uloq to'xtamay yo'l yurdi. Bu o'zi yurar uloq 12 odamni elib yurar ekan. 3-chi kuni biz mang'itib, men uxlab qoldim. Keyin uloqning qattiq silkinishidan uyg'onib ketdim. Qarasam, dadam va onammi uyg'onib, teshidagi ovozga quloq serib o'tibdi. O'zi yurar uloqning sirtidan qo'pol ovozda: "Mashinada nima bor? Bor narsangni chiqar. Yoki beshingni o'zaylimi? O'liging cho'lda qoladi. Bo'rlar yeb ketadi. Mashinang ham bizga qoladi" degan ovoz anglandi. Shofir yolvorgan ohangda. Mashinada hech narsa yo'q. Bir musofirning oilasi bilan bolalari va yuk taqlari bor. Men ularni manziliga yetkazib qo'yish uchun ketyapman, dedi. "Bizni quruq gap bilan aldamay, mashinaning orqa yuk xonasini och", deb vaqirdi. Ondan o'ltirgan o'rnimizning orqa tarafi ochildi. Sirt tarafdan mash'al tutgan otliq kishilar ko'rindi. Ularning qo'lida miltiqi bor ekan. Onam va biz qo'rqib ketdik. Dadam bizga qarab, "Qo'rqmanglar", deb qo'yib o'zi pastga tushdi. Bu kecha vaqti edi. Osmon va atrof jimjit. Osmonda to'lin oy, yulduzlar chaqmaydi. Cho'lning tinch muhiti nihoyat surlik edi. Ana bolalar gullik kiyizga o'randi. Onam, akam ikkimizni mahkam quchoqlab oldi. "Ey hammaga qodir Robbim, bizni o'z panohingda saqla. Ey mehribon Robbim, bizni o'z holimizga tashlab qo'yma. Ey hammaga qodir Robbim, ey rahimlik Robbim, bizni himoya qil." Onam to'xtamay pichirlab shundoq duo qilar edi. Onam bizni shundoq chin quchoqlab oldiki, hatto yurak so'qishlarini quloqimga anglanib turar edi. Ahvolning xatarlik ekanligini his qilib, ishimdan qo'rqqanimdan nafas erishim qiyinlashayotgan edi. Pastda dadamning yo'l to'sqichilar bilan bo'lgan suhbati anglanar edi. "Og'alarim, ayolim va 2 bolam bilan menyapman. Men Uyg'ur, Xitoy zulmidan qochdim. Yenimda borini yo'l xarajati uchun sarf qildim. Bu uloqni bozordan setib oldim. Eri ham manzilim yiroq. Shundaqmi? Qayerga ketyapsan?" "Og'alarim, Eronga o'tishim kerak. Keyin Turkiyaga." "Turkmanistonda turaver. Turkiyada nima qilasan? Nimang bor u yerda?" "Og'alarim, ey, egisini tunimaydigan zamonda birmi tunish odaming yo'q. Turkiyada sana nima bor?" Dadam jimib qoldi. Nihoyat surlik ovozda: "Ey musofir, isming nima?" "Ismim Ibrohim Yorqin." "Yaxshi, Ibrohim Yorqin. Gapimni angla. Sen chiqqan bu mashinani ruslar ko'p ishlatadi. Sen ketayotgan bu yo'lda ruslar ko'p. Ular bu yo'l bilan nesha ko'k tamakini Afg'onistondan elib Eronga, Qirg'izistondan Mo'ng'ullarga va o'zbeklarga sotadi. Biz insofsiz qaroqchi emas. Faqat bu yerdan yomon niyati o'tgan yoki islomning dushmani bo'lgan kofirlarning narsa keraklarini elib olib, ularning adibini beramiz. Hozir ahvol og'irlashdi. Rus Afg'onistonga qo'shin kirgizadi deyishyapti. Sen bo'lsang Xitoy zulmidan qochdim deysan. Men mazlumni bo'lmayman. Rostini ayt. Turkiyada kimni nishon qilib ketyapsan? Agar gaping rost bo'lsa, Turkiyagacha bexatar berishingga yordam qilaman." "Og'a, men nishon qilib mangan odam hayotmi yoki tirikmi bilmayman. U nihoyat yuzlik odam. Dadam uning mujohidlardan bo'lgan." "Dadam mujohid bo'lganmi?" "Ya qodir Alloh. Dadamning ismi Qilichbek Mujohid edi. U musulmonlarning qo'mondoni Yoqubbek qo'shinida bo'lgan. 7 shaharni yo'qotgandan keyin dadam ona yurti Xotenga qaytdi. U vaqtda dadam yosh navqiron yigit ekan. Keyin yashi 70 ga yetganda Farg'onada kofirga qarshi bir necha qo'mondonlar jihad qilibdi deb anglaydi. Farg'onaga kelib, G'arbivodagi bargohga boradi. U yerda Sher Muhammadbek qo'mondonga yordamchi bo'ladi. Dadam askarlar ichidagi beshi cho'ng kishi edi.
Yaqubbek cho'ng davlat askarlaridan olgan tajribasini ham ishqa silib, oppoq soqollari bilan Rusga qarshi ko'p urushib, shahid bo'lgan. Sher Muhammadbek bu vaqtda ko'p qayg'urgan. Dadamning birdan bir o'g'li dadasining shahodatga erishganini anglab, G'arbivoga kelgan. U mening dadam Xolid Mujohid edi. Unimi Sher Muhammadbek o'z lashkarlariga qatqan. Ko'p urushlardan keyin qo'mondonlarning lashkarlari tarqalib ketdi. Kabulga chekinishga majbur bo'lgan qo'mondon Sher Muhammadbek dadamga yurtimga qaytib ket deydi. Dadam Xotanga keldi. Bular mening ozroq esimda qolgan edi. Keyin dadam yana urushga kirdi. Bu qatim dadam Alixon To'rining lashkarlari edi. Keyin Alixon To'rini yolg'on kelishim bilan Moskvaga elib ketdi. Lashkarlar bossiz qoldi. Buningdan Xitoy ko'p foydalanib mujohidlarga qarshi har xil hujumlarni elib bordi. Dadam shu janglarda shahid bo'ldi. Bizning ajdodlarimizning hammasi kofir bosqinchilarga qarshi kurash qilib keldi. Bizni bosqinchi hukumat yaxshi taniydi. Xitoyga Mavzudong rais bo'ldi. Xarob bo'lgan davlatni qayta qurdi. Endi navbat Uyg'ur o'lkasiga keldi. Ularning birinchi ishi ilgirki kurashchilarning avlodini qirish bo'ladi. Shuning uchun yurtimdan qochib chiqdim. Turkiyada men niyat qilib menayotgan odam danglik mujohidlar sardori qo'mondon Sher Muhammadbekdir. Ibrohim, jigarim, shuni bilginki men g'arbivolik mujohidning avlodiman. Sher Muhammadbek Kabulga kelganda bizning oila uning bilan birga edi. Qo'mondon Istanbulga ketdi. Biz Afg'onistonda qoldik. Keyin u yerda hayot kechirdik. Biroq tinchsizlik to'xtamadi. Har xil bosqinchilarga qarshi urushib yuryapmiz. Bir tarafdan Rus, bir tarafdan ingliz tahdid silyotidi. Yaqinda Afg'on yurti keng jang maydoniga aylanishi mumkin. Rus bizga qo'shin kirgisi xalq jim turmaydi. Afg'onlar bo'sh xalq emas. Bosqinchi kelsa chekinib qochadigan. Ular qo'lidan kelgan qarshilikni qilib qo'yib, ondan keyin qochadi. Men bu yerda shir yurak yigitlardan jamoat tuzdim. Turkmen cho'llarida kofir Rusning mollarini bulayotimiz. Rus bu yurtni besib olib rahat ko'rman desa, ham xiyol qilibdi. Turkistonni kofirga berib qo'ydi. Ammo bu yerga qadam bostirmaymiz. Qadam bossa bu yerni jahannamga aylantirib beramiz. Amin, dedi dadam. Ibrohim, niyating Turkiya hijrat etishgan. To'xtab qolma. Sana pul berman. Safarangda ishlat. Men o'rnimdan turdimda taxta orasidan pastga qaradim. Bir necha otliqlarning o'tirdi dadam va nihoyatda bestlik odam gaplashib turgan ekan. Aman bo'l jigirim, degach yo'l to'sar dadash dadamni bag'riga bosdi. Ondan biz yo'limizga mangdik. Sharq osmoni avval kulrang tus oldi, keyin ko'kardi, sag'ardi, oqardi va quyosh chiqdi. Biz yo'lda ketayotgan edik. Yo'l to'sar dadash va'dasiga vafo qildi. Ironga o'tdik. U yerda bizni boshqa mashina elib mangdi. Ironda nihoyatda ko'p shaharlarni besib o'tdik. Dadam aytgandek ba'zi shaharlarda tinchsizlikni ko'rdik. Odamlar ko'chalarda to'plashib varqirar edi. Ba'zi shaharlarda o'q ovozlari chiqyotdi. Iron ichida 10 kun yo'l yurib, keyin Istanbul yo'liga kirib keldik. Onamning deb berishicha, yemak-ichmaklarimiz, naqd pullarimiz qolmay, hatto dadam yuklarimizni yo'lda setishga majbur bo'lgan ekan. Irondan Iroqqa o'tishga to'g'ri keladi. Iroqda mol-mulklarimizni pulga qilishga boshlaganmiz. Onamning deb berishicha, Istanbulga kirishda hushimda ketibdiman. Yoz edi. Bu yerlar dengizga yaqin bo'lganligi uchun issiq harorati odamni ruhsiz qilar ekan. Dadam har tarafga yugurib ko'chadagi har bir odamdan doktor izlabdi. Odamlar Ihson Hakim degan kishining yeniga berishga buyuribdi. U chaqlarda Istanbulda ham o'zi yurar uloq kim ekan. Shundoq bo'lsa-mu, musulmonlar sizdan oilamdagilarni Ihson Hakimning uyiga olibdi. Dadam meni ko'tarib Ihson Hakimning hovlisiga yuguribdi. Ihson Hakim bu vaqtda kasal ko'rayotgan ekan. "Doktor, balam hushsiz, balamga qarang", debdi. Anam ro'molining bir uchini tishlab, bir uchi bilan ko'zlarini yetib, unsiz yig'layotgan ekan. Ihson doktor bestlik, chas soqollari oppoq, yuzi nurliq odam ekan. O'zi qarayotgan kasalni shogirdiga topshiribdi-da, tezlik kelib meni qo'liga olibdi. "Robbim yordamchi bo'lsin. Qo'rqma o'g'lim. Balang Allohning izi bilan shifo topqay." Keyin meni sufida yotqizibdi. Kiyimlarimni yeyishib, badallarimni ho'llati bilan aytibdi. Ko'zimning ichiga, og'zimga qarab yurak so'qishimni tinglabdi. Har xil tekshirishlarni qilgach, to'xtamay duo qilibdi. Burnimga qandoqdir paxtini tutibdi. Ondan hushimga kelib medirlabdiman. Keyin qandoqdir bir damlama doridan bir qo'shiq ishkizibdi. Keyin ota-onamga: "O'g'lim,
ayolingni elib qunalg'imizga o'rlashqin, debdi. Ondan shogirdlarga buyurib, mehmonni qunalg'imizga boshlanglar. İşlarga yordamlashib barcha hojatlarni ravo qilinglar, debdi. Onamning deb berishicha, qunalg'i bek cho'ng bo'lib, namrat oilalar, yetimlar, tul ayollar hammasi uchun ayrim ajratilgan ayrim xonalar bor ekan. Qunalg'ida ota-onam yuyinib, tamoq yebdi, kiyimlarni almashtiribdi. Biroq onam mening haqimda ko'p o'ylab, tamoqiga hech narsa tetimabdi. U faqat mening g'imimda ekan. Ihson apandi meni yolg'iz bir ayrim xonaga o'rlashtiribdi. Hech kimni ko'rgizmay o'zi davolabdi. 3 kundan keyin onamga ruxsat beribdi. Onam yenimga kirsa, oppoq bo'lib, pokiza joyda yotgan ekanman. Onam xushalligidan rosa yig'labdi.